Go'zallik sohasida ish boshlaganlar qiladigan 3 ta xato. Birinchi xato: mijoz bilan umuman gaplashmaydi yoki aksincha jag'itilmaydi. To'g'ri kommunikatsiya muhim. Ikkinchisi sabrsizlik. Yangi boshlagan, bilim va tajriba kamligini o'zi ham biladi, lekin premium bo'lishni istab narxni ko'taradi. Shoshilmang, buning uchun vaqtni o'zi kamlik qiladi. Imkon topishingiz bilan malaka oshiring. Pul topasiz va ma'lum qismini bilimga investitsiya qilasiz. Disiplina muhim. Bizning sohada har yil emas, har oy emas, har kun yangilik bor. Orqada qolmang. Uchinchi xato: shaxsiy brendga e'tibor bermaslik. Mana hozir shuncha odam bilan videoga olyapman. Juda ko'pchilikni ishimni yaxshi bilsam bo'ldi, kameradan qo'rqaman, erinaman degan bahonalari tayyor. Hozirgi zamon mijozlari avval sizni Instagramda ko'rishadi, keyin esa kresloda. Boshqa kurslarimda emas, aynan ranglar matematikasi boshlang'ich koloristika kursimda har dushanba chatda bo'ladigan darslarda shaxsiy brend yurgizish bo'yicha ham mavzular bo'ladi.